Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın Bilim Güç Qararlı Tor söhbetining 5. qatımlı söhbetiga hoş geldinglar. Ben Mukarram Qurban, avval hammalarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugungi söhbetimiz tajovuzchi Xitoy hokimiyatining vatanimiz Sharqiy Turkistonda elib borgan tug'ut cheklash siyosatiga oid bo'lib, yaqinda ijtimoiy axborotlarda ko'ryapmiz. Xitoy hokimiyatining vatanimizda elib borgan tug'ut cheklash siyosati sababidan Uyg'urlar nüfusunun tabiiy ko'payish nisbati ko'zga ko'rinish darajada tuvalab ketganligi ham buning dunyoda nihoyatda qattiq g'ulg'ul qo'zg'ayotganligini ko'ryapmiz. Mana shu sababdan bugungi suhbatimizda vatanimizda uzoq yil ayollar xizmati va tug'ut bo'limida ishlagan, ammo o'zini oshkorlashni xohlamagan bir doktor xonim bilan suhbat olib boramiz. Hürmetli doktor hanım, bugünkü programımızga dadillik bilen kelganiniz için köpten köp rahmet. Hoş geldiniz. Hoş buldum, rahmet. Emse vaqt münasebeti bilen sizin udulan ben suallarımı sorayım. Siz uzak yıl vatanda ayollar bölümü, tug'ut bölümü işlediniz. Xitoy hokimiyatining bizga yurgizgan shu planliq tug'ut siyosatida bizga bo'lgan ziyni, nüfusumuzun azayishiga bo'lgan ta'sirlari hammani siz ko'rib ko'rdingiz, o'z ko'zingiz bilan bilasiz. Bu jarayonda shu siyosatni amallashtirish uchun ular bizga tug'ut cheklash usulini qo'llandi. O'sha Xitoy hokimiyati bizga qo'llagan tug'ut cheklash usuli qanday cheklash usullari bor? Shuni bizda o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Rahmat. Bu Xitoyniki shu Bozma Uyg'urlar vatanda tug'utni cheklash bularning 70-yillardan boshlandi. 70-yillar, men bilishimcha 70-yillardan boshlandi. 70-yillardan boshlagan biz keyin ishlangandan qarasak, bularniki tutumlari shundoq murakkab. Har bir uqtirishlarda mush ayollarning tug'ut cheklash urug'un bularniki usullar bor. Shu doktorxonalarda cho'qib qilish kerak, qilmasa bo'lmaydi. Har ayollar bilimida ishlagan doktorninki vazifasi bor. Shu vazifasini o'rinimiz bo'lmaydi. Buni shu oldi 70 boshladi, keyin 90-yillarga kelgan vaqtida vahshiylashdi. İşqi tushgandan keyin ko'rgan ishlar ko'p. Ularni endi asosda men keyinda so'zlab bersam bo'ldi. Tug'ut cheklashda qanday usullarni qo'llanilgan? Tug'ut cheklashda bularning qo'llanilgan usuli birinchisi dori berdi yeydiganga. Har oylik dorisi bor yeydigan. U usuli bor. Ikkinchisi bu yeydigan dorda bir ayda 21 kun yeydigan dorisi bor. Ağırlıqda mındaq demlişlər çıxan vaxtda mındaq bir daldan yeydigan dorisi bor, o ayrın. Yani bilekке tug'ut cheklash dorisini ko'midi. O ko'mgan dorisi manchiylik bo'lib, bilek ko'mib qo'ydi, qon bilan o davomli qaynab turdi. O ayolning tug'ut to'xtaydi shuning bilan. O hammadan vahshiy. O nima deganda vatqatekin ko'p miqdorda bu ayolniki tug'utila emas, hamma tarafdan, masalan, odatda hamma narsa burun to'xtab ketadigan, amandagi kilometriya davri burun boshlanib ketadigan, anadagi qon bosimi, yurak og'riq, boshlar kelib chiqadigan, yosh turib endi kasal bo'lib ketadigan ishlarda ko'p ichilishidi, tomoq yemaydi degandek nurg'un berdi. Onun sırtında onundakin bulanın saladigan üzügi bor. Üzügi yumaloq shakllik, shakllik, amadikin yamdir shakllik degandek bularning necha xil üzüklari bor. U üzüklarni ayollar sot. Ayollar selish jarayonida bu ayolniki bo'lma Uyg'ur ayollarniki, bular Uyg'ur ayollarımız buna xalamaydı bu üzük. Elbette. Ama ularniki siyasete çoxum bo'lganligi uchun üzük salmasa bularga jarima qildi. Şu asosda bu ayollar kelib üzükni saldi.
Üzük sağgandan keyin bunun 6 ay peki yaraşmağını bildiğin vaktimiz var. Bu 6 ayının içinde eğer üzük yaraşmay kalsa avamaydı. Şunun bilen nurgun keseller. İlivetkil bo'lmaydi dedingizmi? Ovoz taz yaxshi kelmadi. He. İlivetkil bo'lmaydi demsiz bu üzükni 6 ayda. İlivetkil bo'lmaydi. O üzükni eliş için çokum o hükümetten ruhsat eliş gerek. Amisa üzükni doktorlar eliş ruhsat kılınmaydı. O ayolning qanday kasal bo'lishidan qat'iy nazar. Şunun bilan bularning tug'ib cheklash usulida mushu asosliq mushu bir nechta usullar bor. Okay. Okay, bunu yana keyin yana so'raymiz. Sizni yana bir nima so'rsam, o'sha ikki farzandlik bir siyosiy yo'l qo'ydi. Bizim bilginimizde eğer ikinci farzand ilişkisini avval ruhsat almaydı, hamile olsa o hamile düşürüydü dedi. Muşun sizin yoluqqanlarınız var mı? Nurgun bunu. Aldıda bir farzand qildi, bir farzand ruhsat qilinmadi. Eğer ikinci farzandini qursaq ko'tarib qolsa, buningga 1,5 mingdan 3 ming Xitoy puli jarima qo'ydi. Shu vaqtlarda 9 yildagi gap o. Onundan keyin bir vaqtlar o'tgandan keyin 2 farzand tug'sanglar bo'ldi dedi. 2 farzanddan keyin cho'qim shu tug'ilsa shu qog'ozni cho'qim elish kerak. Agar uni olmagan taqdirda u bolani qat'iy tug'ishga ruxsat yo'q. Masalan, og'riqchan bo'lib, o'sha bolam yo'q qoldi deb ba'zi qochib ketgan ayollar bor. Qochib ketib u yerlarga berib yuşutun aşbalını toğalmaya dese ular muqim çıkargan maşinleri var. Her ayda tüvellerden maşinleri var. Aşı o qoğlap yürüp çokum şu ayağını tepip sürvetiş mecburiyeti var. Eğer onda kılmasa ayal idarıga jariman koydu, ayal özüge jariman koydu, maaşlarını topladı ya ki olmasa hizmet ayıpladı. Onu biz öz közümüzden görgen hem aldığımızdan ötken. Bu sağan üzük sayılıp bizim bu tuğut çekleşini elip vardı. Sağan üzükleri süpetlik üzüklerini salamdı biz Uygurlarga. Hem bunu sağandan keyin hem de her xil üzükler var. Bunu sağandan keyin kep çıkıdığan kesellikler. Toğırlık azak sözlep bergen bolsunuz. Maqul. Bunu mush üzük selişte muşu her qandaq ayal kişi dedi endi hazır oylap baksak Uygurni asas qilganken 90-yildan boshlab jadvallashtirib bir qancha xil üzükniki qaysisi yaxshi bo'lmaydi deganni mushu üzükni bizning vatanimizda apag'andan keyin ba'zi üzükler yaraşqanıgılar, ba'zi üzükler bilan ayollardan nurg'un kasallar kelib chiqdi. Bunda asosliq Uyg'urlarga asos qilingan bo'qatda Uyg'ur ayollar nihoyatda ko'p, %80%, 85% Uyg'ur ayollar. Chunki u üzükni elishga ruxsat yo'q. Cho'qim uningga ruxsat xati bo'lmasa doktorning elish yo'q. Agarda shu üzükni shu doktor ruxsat xatini ko'rmay turib üzükni avazsa u etildi. Doktor nima bo'ladi? Ovozingiz aniq kelmadi. Doktorni haydaydi, gapni anglamay, shu üzüklarni evetib qilsa, tuzumga xiloflik qilgan bo'ladi-da, shuning bilan xizmat haydildi, yoki bo'lmasa og'ir jariman to'laydi, yoki 1 yillik mukofot, mancha vaqtlik oylikni bermaydigan ishlar bo'ldi. Onunda kasalliklar, nurg'un kasalliklar chiqdi. Masalan, kasalliklardan to'rga yo'l yallig'i, baliyat, anandikin baliyat o'smisi, anaki das bo'shlig'i, jirinlik xaltisi, tuxumdan jirinlik xaltisi, og'riq degandek shunday kasallar kelib chiqdi. Rahmat. Şu aşı sebepli nurgun keseller kep çıkırken bunu da dava sakıyama ölüp geçiş ahvallarım çokum boğan. Muş kesellerini qandaq davalaydı? Davaladığınlar mı? Bunu davalashda endi
birden-bir şu çoqum aşı yoki bo'lmasa to'g'ridan saqlanish saqlaydigan ishlatgan dori ko'ngan biz dorini evetish yoki bo'lmasa uzukni evetish qolgan davolashdan qilishni yo'l bosib yaxshi. Biroq u hukumatniki u siyosati uzukni degan siyosati bo'lg'achqa hattoki uzuk solmaganlarni ayollarni bir 2 oyda bir cho'qim suylik tekshirib turdi rentgenga selib uniki to'g'ridan saqlanmadimi turg'achqa uni oldirib olotmagandan uni davolashni bekka ba'zi vaqtda davolash uchun shu uzukni evatimiz desakmi ruxsat qilmaganlar bor shuning bilan oxiri rakka aylanib o'lib ketishdan shundoq chiqib ketgan. Endi buni shu davolashda qat'iy bo'lmaganda shu balyapqisini evatidi, so'ng operatsiyaga tushidi yoki bo'lmasa andan keyin ish qilib har xil bir davolashlarga qilib rafuga vaqtida shu u rafuganda uylab ketadi ashna ishlar bor. Uni davolash mumkin emas. Eğirlap ketadi oxiri shu kasallarchi. Chunki davomli yuqumlanib turgandan keyin qarta kuch tuvan, chunki besim eg'ir xizmat qilmasi bo'lmaydi. Uning uchun har tarafdan shu besim eg'ir o'g'ashda bir taraf ketadi. Shu yerdan dahshat ish qilib biz mushu mecburi düşürüşte öz kızınız bu köygen mecburi düşürüşten öz kızınız bilen köydünüz. Hem mecburi düşerken mesela bazı 7-8 aylık olan balla yoki 6-7 aylık. Muşan düşürüş jarayonu şu jarayonda ülep ketadigan ahvollar bormi siz köygenmi? Qansirab ketib ülep ketadigan ahvollar bor. Onun ailesi nimin sebebini nima deydi o çağda? Chunki bola tug'ish vaqti mezgili bo'lmagandan keyin uningga majbur shu balyatqani qisqartirgan shu soladi. Shu ukulni solgandan keyin ba'zida majburiy balyatqani qisqartirgan keyin balyatqi yerilib ketib, anan keyin shu o'lim ishlari chiqadigan ishlar bor. Shunamda ailasiga tushundirgan chog'da ailesini qoyil qilib tushundiramdi yoki shundoq bo'ldi deb o'tkazaytamdi. Ailesi tushundirgan vaqtida operatsiyada har xil ba'zida bu operatsiya ba'zida xatarlik ahvollar chiqadi, qon ketish ahvollari chiqadi. Qo'l qo'yib olmalar, qo'l qo'yg'izib oldi egasigacha oilasiga yo'ldoshiga qo'l qo'yg'izib oldi. Anandikin akirdi, kimbilar debda uni mushtaq bo'ldi deb berdi shu ulikni ashna bo'ldi. Uni davo qilish huquqi yo'q. Davo qilsin o'tmaydi, chunki Uyg'urlardan birinchi qo'l boshliq bo'lolmaydi, boshliq yo'q. Qanday yerda boshliq bo'lsin deb o'tmaydi. Birinchisi Xitoy bo'lgandan keyin mumkin emas, davo qilsin o'tmaydi, mumkin emas. Ashjatbat bo'ldi. Ailesi bunu razı olmasın mı, buna bir gumanı bolsun mu işten arz kılıp ötkizemeydi. Şundak mı? Ötkizemeydi. Ne ötküzdü? Nege bazı şu sokak başlık olgandan keyin bunu bo'lmaydigan gap. Davo qilib kepaqidi, nanpaqidi oxir chiqmaydi. Shuning bilan Allohniki buyrug'i deb biz Uyg'ur musulmonlarniki bo'lmagan yerga kelganda ashna qilib shu o'tadigan gap u Alloh. Nurg'un balla kichik emasdan balasi kichik bo'lsa kichik qilib qolgan balasi bo'ldi. Bo'lmasa balasi yo'q degandek asosli mushkulot bo'lgandan keyin bizning shu avlodimiz ozlishi tez o'tib ketdi. Nüfusumuzun köpeyişiga, tabii köpeyişiga çok cık tesiri oldu. Tesir yetkizdi. Keyin bu ikkini tug'ishni yo'l qo'ygandimi, oldida birini tug'digan qildi. Shu qatorda bizim bor, shu bir baliq bo'ldik, 2 baliq yo'q, 2 balam bor. Biroq ikkini yo'l qo'ygan vaqtida Mushab Turkistonda, biroq shu vaqtlarda shu ayni ko'rsatib ko'plab akagandan keyin ular shu tushib yurib navdul kelsa tug'ib jiqballarni tug'atgandan keyin
Müşahedikilerge 2 ballık bolsaňlar buldu dep uyup Xitayda o vaqt köpüyüp ketdi. Ularning ballarym köpüyüp ketdi. Ular police qo'ygan qandaq qisine post ağızlığı. Hökümet şularning uğandekin. Bizning Uyg'urlarning andaq 3 balları bek az. Çünkü burundan tartip çiň uğandekin, mawu tüzüm çiň uğandekin, ruhsat qılmagandekin, jiq ayallarımız ağırıp ketdi. Bäzileri bal yapılaryny awatdy, bal tugamaydy. Bäzileriniň togup yollaryny buwatdy, operasiya kılıp. Mesela şu işkirsin çıkıptaylar yağan diplomlarını biz doktor, biz terapist. Muşun keyinki bir sualyk soray ada. Muşun keyinki bir soru hazır mı yani bir muşun hazır men sizden ayrım bir sorusam. Sizin yani hazır burundan ta tövengi düşüp dehqanların salametligini tekşiriş banasida doktorlar düşüp grup bulup tekşiriş düşüdü şeye. Bular bir haqiqiy bir salayeti bar doktorlar mı? Gerçekten bir doktorluk klinikisi var. Aşındak doktorlar düşemdi yoki o kadar salayet toşmaydigan doktorlarım ivetemdi. Asaslık bular işkirsin kelip Tapan kurvagan resmi tıba doktorlarını aşağı düşürüdü. Düşürgeni bilen bağı yandışıp bularning yana yağan diplom bilen tekşirgan nurgun adamlar var. Her aşı mesela kotemna birisi asa aşında kılıp yürüp ayarlarını tekşirip daralarını sepip ağırlıkta yuqumluk kesellikler çıkıp gidip aşı tekşirgen yerde dağdüylerge berip tekşirip balyapkı boynunu operasiya kılımız dep operasiya edip yırımdap gidip nurgun işler çıkarıp işler var. Onu hiç kim sorak kılmaydı. Ular Xitay buğaşka. Eğer Uyghurumuz mümkün emas, hiç kim kılamaydı. Uyghur baş doktorlar düşüp kılamaydı onda işini. Ular aşı bu usullarını nurgun Xitayda işkirsin kirgenler. Çünkü ularda bir aşı isim kelgende dep berey. Aşı pilallık tuğutning adimi Xotan'daki Qarqash naisiga düşüp tekşireyimiz dep tekşirgen vaqtida aldı. Şu Xotan'ga barganda Qarqash naisiniki bir vaqtida bir ayal başlığı aның birinci Abdut rayonga telefon qilgandan bizniki pilallık tuğutun tekşiriş düşmedi degandan oshkor kelib ketdi. Bular onda qar guruhning adamlar qanday qildi desa, şu berip bizning milletimiz bek oddiy aqko'ngilni biz bunda falay yerdan keldik deb odamga siqildik sanida bir atal oltin o'zi qo'yib shuning bilan ashaning yerdagilarini bilan birlashib bilan nurg'un ash kasallarni tekshirib ayollar kasalligini naq maydonda naq maydonda davolaymiz deb nurg'un kasallar uni hech kim so'rig'ini qilmadi. Ta hozirgisilik dardini tortayotganlar bor u yerda. Nurg'un kasallar nim qildi dedingiz ada? Kasallarni chiqardida ular yuqumlantiribchi, chunki ular haqiqiy doktor bo'lmagandikin. Ama bu haqiqiy doktor. Ha? Masalan, doktordan birisi borsa, doktor emasdan onu boradi o tuvanga. Onu o tuvandagilar o'qimaydi, bo'pti deydi, shuning bilan nurg'un kasallarni ular chiqaryotdi. Chunki ular pul topib tushidi tuvanga. Qanday pul topadi? Dori sotadi, ash ko'rgan kasallik pul oladi. Anikin operatsiya qilamiz deb naqmaydan bir dorilarda ash yotqizib qo'yib, ash balyapti bo'yinlarini kesib, dori selib u qiladi, shuning bilan bu yuqumlanib o kasalni nurg'un avar qiladi, biroq shuningda yana pul oladi ular. Uni o dehqonlar bilmaydi. Ashunday ishlar ko'p. Şunlaşqa bizning milletimiz bağan seri aziyip ketib bordi. Sizde aşağı berip tekşirip kesel badaplam apırıp şaraitimi yaxşı olmagan şu yerler yatkızıp kesiverdi da? Kesiverdi. Darsalımız, kesimiz, mandaqılımız kichik operatsiya deb kesiverdi. Şunga da o ayollar yırımdap ketib, ashundan kesel kepchib ketganlarmi ko'p. Rahul ketgan. Davolash sharoiti yo'q.
O dehqonlarniki davolash sharoiti o'zingiz bilasiz endi. Yurib berib bir doktorga baray desa, ularning pulini asan pul to'lab olmalar ko'rindigan shundan o bilan bular vaqt o'tirib ketib, roh kasal bo'lib ketganlar ko'p shu. Uylab chiqilganlarni, qansirab ketganlarcha. O'sha ahvollar ko'p endi. Nurg'un uchunlarni biz bilan o'rtoqlashganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Oxirida vatan sirtidagi xonim qizlarimizga deydigan yurak so'zlaringiz bormi? Yaqinda Amerika Uyg'ur Akademiyasi tug'ut cheklash to'g'risida tekshirish elib berish uchun bir raysnash faoliyati elib bordi. Buni xonim qizlarimiz WhatsApp va Facebook'dan ko'ralaydi. Bunun bir maxfiyatlik oshkorlangan bir ish yo'qsinmi so'rayotgan. Faqat vatanda tug'ut cheklash operatsiyasi qilganmi, bola tushirganmi degan savol, shuni aytib savollar ekan. Buni qatnashgan xonim qizlarimiz o'zi turayotgan yerda o'zlarini tekshirsa, mushu tekshirishning natijasi Xitoy tajovuzchilarining vatanimiz Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur xonim qizlarimizga elib borgan, majbur elib borgan tug'ish cheklash jinoyatini oshkorlaydiganga bir isbot bo'la olamdi. Undan boshqa yana xonim qizlarimizning mush faoliyatga aktiv qatnashish kerak deb o'ylamsiz. Boshqa yana yurak so'zlaringiz bo'lsa, biz bilan o'rtoqlashsangiz xo'sh bo'laman. Albatta bor. Xonim qizlarimiz chet ellarga chiqib, hozir endi shunchalik bir ta'sir kunlarni ko'rib o'tyapti. Vatanda tatdi, chet elga chiqqandan keyin endi o'zlari faqat topgan dardlarini ichidan bilib qolib, bununga oz-oz ko'rinib qo'yiblar, o'zi yurmaymiz, cho'ng doktorlar mushu tug'utni cheklagan taraflardan doktorxonada tekshirish qilindi. Birsi tug'ut yo'lini bo'g'ayotganlarni operatsiya qilib, ular ko'rib, bununga isbot chiqarib bera oladi. Operatsiya, tug'ut bo'g'ishda operatsiya qilib, ovozingiz yaxshi kelmadi. Nima dedingiz? Operatsiya qilgan yerini cho'ng doktorxonalarga borsa tekshirib, mush tug'ut cheklashga operatsiya qilganini aniq bilib isbot chiqarib bera oladi xonim qizlarimizga. Yana birsiga aningdikin ko'p xonim qizlarimizda uzuk bor ekan. Shu uzukni isbot qilib, doktorxonaga borsa, rentgenga tushsa yoki bo'lmasa boshqa saymanlar tekshirsa, aningdikin uningdan isbot oladi. Shu isbotlarni ko'tarib qo'rqmay bo'lsa, shu isbotlarni to'qim berish kerak deb o'ylayman. Chunki birinchisi u doktorxonaga borsa salomatligi yaxshi deb hammasini uqidi. Yana birsiga o'z mushkul tug'ut masalasida isbotga haqiqiy isbot bo'la oladi. Chunki doktorning qog'ozi. Uni endi shu doktorxonaga borsa, doktorxona isbot chiqarib, uni ko'rib bila oladi doktor. Shuning uchun xonim qizlarimizga deydiganim hozir endi hammamizning jim turgan vaqtimiz o'tib ketdi. Tatgan dardlarimizni cho'qim o'tirg'i chiqib so'zlashimiz, orttirishimiz, andan keyin isbot berishimizni umid qilaman. Cho'qim xonim qizlarning g'ayrat qilib o'tirib, mush har qanday mush planliq tug'ut to'g'riliq o'zining tatgan dardlarini chiqib so'zlashini isbotlanib berib qilaman. Ko'pdan ko'p rahmat. Jasoratingizga rahmat. To'g'ri. Yana bir to'liqlab qo'ydigan yerim, birsi shu torbi yo'lini kesgandan keyin kichik operatsiyasi va uni bildi. Mal bilak sog'an dorini olamayotganlar olgan taqdirdami bilak tortib bo'ladi. U bir isbot bo'ldi. Yana birsiga shu baliyatqu bo'ynida masalan T shaklli ko'zish taqandan keyin shu baliyatqu bo'yni nima bo'lib ketadi, shalvarib yatqu bo'yni ishib ketib bo'ladigan ishlar bor. Ashlamaz üzükning ta'siri shulardan tortib isbot o'qmay isbotasi bo'ldi meningcha. Shuni to'liqlab qo'ymoqchi. Rahmat. Hamsa bugungi programmamiz mushada oxirida sizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat. Jafo chekyapsizlar. Rahmat hammangizga. Ko'p rahmat. Hamsa hozircha Alloh omonat. Xo'sh. Alloh omonat. Xo'sh. Dedim çalışmakta yolumda, dedim ötkürnüme, dedi kulumdu, dedim satar mısın
ödedi yapıyor.